Xumor arena. Xumga o'xshagan yaxlit dizayn deb o'ylaganlar katta xatoga yo'l qo'yasizlar. Chunki uni bir nechta seysmoshoklari bor. Prosta unga e'tibor bermasligimiz mumkin, ko'rinmasligi mumkin. Mana seysmoshok ko'ryapsizlar. Zdaniyani perimetri bo'yicha aylangan mana shu yo'lkasi bor. Oldin kechalik ko'rgansizlar. Mana shu perimetr bo'yicha polni aylangan mana shu yo'lkasi. Binodan alohida o'ynash uchun xizmat qilingan seysmoshoklar. Undan tashqari binoning o'zida ham bir nechta shunga o'xshagan seysmoshoklari bor. Bularni prosta ko'rinmasdan olib ketish o'sha arxitektor vazifasi, lekin seysmoshoklar konstruktivniy bo'lishi shart bo'lgan narsalardan bittasi. Bino alohida o'zi uchun o'ynaydi. Tashqaridagi atrofidagi aylanadigan yo'lkasi alohida o'zi uchun o'ynaydigan qilib ishlangan ekan. Mana bu seysmoshokni ko'rasizlar, mana bitta choki bor. Bu yoq tarafga xuddi shunaqa ketgan mana choki bor. Hattoki bu seysmoshoklarni mana zinani oldiga ham qilishganda. Chunki zinani o'zi ham massivniy katta bo'lgandan keyin bu yerda odamni ham hisobi bor-da. Agar tadbirlar tugagandan keyin odamlar tarqalish boshlaydi. Shunda massivniy yuk mana shu zinalarga tushadi. Mana shu orqali mana shu yo'lkaga tushadi. O'shaning uchun odamlar qadam bosganda vibratsiya bo'ladi, silkinish bo'ladi. O'shanga qarshi kurashish uchun ham mana shunaqa seysmoshoklar tashlab ketilgan.